Mana shu tabib. Mana. Salom alaykum. Salom alaykum. Bo'ldi-da. Siz nima qilasiz tabibda? Mehmon kelgan. Mehmon kelgan. Dam soldirgani keldi. Siz dam soldirmang, siz dam chiqartiring. Mehmon kelgan. Mehmon o'zim gaplashsam bo'ladimi? Yo, ustingga bir nima tashlab ol, yot biladi. Bor, o'zim gaplashaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'lingni ol, o'zim solmashaman. Nima bu? O'zim solmashaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mo'ylab o'zingizni o'xshash ekan. Nima bo'ldi? Shu desangiz Bo'ldi, tushundim. Sizning 3 kun umringiz qolibdi. Qayerda bilyapsiz? Yo, 3-shat boshlagandan beri orqada turibman-ku. Şişer başla geldi bir de o hazır var. Bo'ldi. Kim aytdi senga? Kim aytdi shu? Kecha doktorga bordim. Doktorlar bilmaydi-da shu. Nimaga doktorga borasizlar sen? Nimaga borasizlar doktorga? Bilmaydi, o'qimaganda. 3 kun umring qoldi deb aytadimi odam degan? Qachon aytdi? Kecha aytdi. Mana 2 kun qolibdi-ku. Nimaga kulmaysan? Sen? Nima? Sen ham hazil aytasan, kulmayman, ko'ralsan hali. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Qapov. Tomirimda tekshiring. Tomirimni ushlab ko'ramiz. Tomiringizda mehmon bormi deyman? Nimaga? Taqillatyapti. Tomir ishlatdi. Bo'ldi. Menda bitta dori bor. Shu desangiz beraman. Bering qay? Bermayman endi. Nimaga bering? Sen shu demading-ku, shu desang beraman men. Qanaqa tabibsiz, jonimga tegdingiz. Tomir ko'p deysiz. Men bilmaysanmi men? Katta joyda ishlayman men. Qayerda? Aqua Midline da ishlayman men degan. Bu yerda nima qilyapsiz? Qibrni sindirishni o'tiribman. Yo, ustingga buni gapimni eshiting. Bu qanaqil tabib bo'lib qolgansiz o'zi? Uni tarixi uzun. U boshdan bu boshgacha boradi. Bir kuni Toshkent ko'chalarida ketyapman. Qorong'u. Bu yoqdan. Bu yoqdan uzoqdan kuchugina ovoz. Yerga qarasam bittasi. Nima bu? Ilon-ku. Bir payt qorong'u ko'chada ketyapsam, mana u kichkina bola bor, uyingga bor. Oying qidiryapti, bor edi. Bir payt daraxtning tepasidan. Nima bu? Men ham ko'rmadim, qorong'uda. Mana qarang. Shunday talant bilan teatrlarga kira olmadim-da. Keyin tabib bo'ldingizmi? Keyin tabib bo'ldim. Durdan bak ko'rdingizmi? Men nima demoqchiman bu bilan? Bu Toshkent ko'chalari qorong'u deyapman, ayrim ko'chalarda svet yo'q deyapman. Men shuni Nukusdan kelib aytishim shartmi shuni? Haliyam Xitoyda turmayman. Nimaga? Xitoydan kelib aytishga to'g'ri kelardi. Otaxon. To'xta. To'xta. O'zlari gaplashyapsin, nima? O'zlari gaplashsin, nima? Sani xayolingda o'zi nima demoqchiligingni bilyapman sen. Nima shu? Shu yo'qyaptimi senga? Hozir otaxon analizda adashtirib qo'yibmiz. Siz hali ko'p yashaysiz deb agar gapirsang og'zingni yirtaman aytib qo'ying. Shunaqa uzr otaxon adashibmiz. Ammo kreditni qayerda telefon shuncha kredit? Senga ishonib olgandim. Men bilmadim-da men. Shuncha kredit bo'lgan. Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Kredit to'lashim kerak. Kredit?
Uni to'lashning yo'li bor. Qanday? 10 ta daraxt ekasiz. Qarang, shunda tabiatni asraysiz, qarang. 10 ta daraxt ekasiz, ko'karadi, tabiatni asraysiz. Undan keyin daraxt meva beradi, o'sha mevalarni sotasiz, kreditni to'laysiz. 10 ta daraxtni lekin mevasiga 400 million yopib bo'lmaydi. U 400 millionmi? Aha! Bu yerda nima qilib turibsiz? Idina uy. Nima? Nima so'kyapsiz? So'kmayapman, Idina uyingga bor deyapman, Idina uyingga. Akajon, iltimos, yordam bering shuni to'lashga. Pashul. Aka! Iltimos, yordam bering jon aka.